Assalomu alaykum. Mana bugun birinchi masalamizda tahlil qilib boshlaymiz. Jism 270 metr balandlikdan erkin tushadi. Bu balandlikni 3 qismga bo'lingki, har bir qismni o'tish uchun teng vaqt sarflansin. Xo'sh, biz bunda butun bir balandlikni chizib olamiz. Xo'sh. Butun balandligimiz h ga teng. Shunda 3 ta qismga bo'lish kerakki, hammasi uchun teng vaqt ketsin deyapti. Demak, birinchi oraliq demak A nuqtadan B nuqtaga, xo'sh, B nuqtadan C nuqtaga, C nuqtadan D nuqtaga yetib kelsin. Demak, AB nuqtani biz H1 deymiz. Ikkinchi BC nuqtani H2 deymiz. Uchinchi nuqtani H3 deb nomlaymiz. Demak, boshlang'ich tezlik V0 0 ga teng. H1 masofani o'tish uchun T vaqt sarflandi deb hisoblaymiz. Demak, B nuqtadagi tezligimiz va B nuqtadagi tezligimiz J-T bo'ladi. Demak, B nuqtadan C nuqtagacha T vaqtda yetib kelgan bo'lsa, C nuqtadagi tezligimizda va C nuqta umumiy tushish uchun 2 ta vaqt ketganligi uchun 2J-T deb belgilaymiz. C nuqtadan D nuqtagacha yana T vaqtda yetib kelishgan. Demak, D nuqtadagi tezligimiz 3J-T ko'rinishga ega. Endi masalamizning mazmuniga ko'ra H1 plus H2 plus H3 teng 270 metr. 270 metr. Demak, biz formula yordamida quyidagini keltiramiz. Erkin tushish vaqti. Demak, bizda umumiy formula bor. H teng V kvadrat minus V0 kvadrat taqsim 2J. Xo'sh, bu yerdan H1 ni ifodalab olsak, H1 teng V B ning kvadrati minus V A ning kvadrati taqsim 2J. H2 ni hisoblab olamiz. H2 barobar V C ning kvadrati minus V B ning kvadrati taqsim 2J. H3imizni H3imiz V D nuqtadagi tezlikning kvadratidan ayiramiz V C nuqtadagi tezlikning kvadratini taqsim 2J. Xo'p, endi joy-joyiga qo'yib chiqamiz. H1 B nuqtadagi tezligimiz, J-T, A nuqtadagi tezligimiz 0. Demak, J-T ning qavs kvadrati minus 0 ning kvadrati albatta 0 bo'lamiz 2J ga. Bu yerdan J-T kvadrat taqsim 2 masofa kelib chiqadi. H2 hisoblaymiz. B nuqtadagi tezligimiz J-T, C nuqtadagi tezligimiz J-T. Demak, bu yerdan H2 ni hisoblasak, 2J-T ning kvadrati 4J kvadrat T kvadrat minus B nuqtadagi tezligimiz J-T bo'lgani uchun kvadratini J-T kvadrat deb yozib olamiz. Bo'lamiz 2J ga. Bu yerdan 3J-T kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Sababi 4 ta J-T kvadratdan 1 ta J-T kvadratini ayirib tashlasak, 3 ta J-T kvadrat hosil bo'ladi. Endi H3 ni hisoblab olishimizga to'g'ri keladi. D nuqtadagi tezlikdan C nuqtadagi tezliklarning kvadratlarini ayirib tashlaymiz.
D noktada 3j bo'lgani uchun kvadrati 9j kvadrat t kvadrat minus hop S noktada 2j kvadrati 4j kvadrat t kvadrat taqsim 2j. Bu yerdan nima hosil bo'ladi? 9 dan 4 tani ayirib tashlasak 5j t kvadrat taqsim 2 ifodamiz qoladi. Endi hop biz j kvadrat taqsim 2 ni h deb belgilash kiritib olsak, h1 h1 ga teng. h2. Hop, h2 ni hozir belgilab olaylik. Demak, h2 miz 3 ta j kvadrat bor. Demak, 3h1 ko'rinishda bo'ladi. Uchinchisi esa 5h1. Mana bularga e'tibor bersalaring, darrov tushunib olish mumkin. Demak, hisoblaymiz. Hop, h1 plus yuqoridagi h2 ning o'rniga 3h1 qo'yamiz. 3h1 plus 5h1 barobar hop 270. Demak, h1 ga 3h1 ni qo'shsak 4 ta h1, 4 ta h1 ga 5 ta h1 ni qo'shadigan bo'lsak 9 ta h1. 9h1 barobar 270 ga. h1 teng 270 ni 9 ga bo'ladigan bo'lsak 30 tadan bo'ladi. 30 tadan h2 miz 3 ta h1 bo'lganligi uchun 3 kara 30 90. h3 mizni hisoblaydigan bo'lsak h3 barobar 5 ta h1 5 kara 30 150. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin 30, 90 va 150 umumiy yig'inda 270 ga teng chiqadi. Hammaga rahmat.